Akne bilan kurashning birinchi epizodiga xush kelibsiz. Dunyoda faqat men emas, juda ham ko'pchilik insonlar, ayollar va hattoki bolalar ham aynan mana shu kasallik bilan qiynalib kelishadi. 2024-yilning kuz faslida menda ham aynan mana shu akne muammosi boshlandi. Aknedan butunlay qutulish siz anchagina vaqtingizni, mehnatingizni va pulingizni oladi. Buni men ham bilardim va bugun nima bo'lsa bo'lsin, aynan mana shu muolajani oxirigacha yetkazib qo'yish uchun dermatologga bordim. 1,5 yil davomida nima qilgansan degan savol sizda tug'ilishi mumkin. Aynan mana shu yil davomida men albatta dermatolog bilan ishlaganman, lekin hech qaysi muolajani oxirigacha olmasdim. Chunki yuzim tindiq bo'lib qolgandan keyin yana eski hayot tarzimga qaytishni boshlardim. Va ko'rib turganingizdek, menda aynan mana shunaqa oxir oqibat aknelar butun yuzimni egallab oldi. Nafaqat yuzimni, balki yelkalarimga ham toshishni boshladi. Dermatolog meni yuzimni o'rganib chiqqanlaridan keyin menga analiz topshirishim kerakligini aytdilar va uni dushanbaga kelishdik. Epizodning keyingi qismlarini o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling va biz siz bilan yo'l-yo'lakay meni o'g'rilarimni davolab boramiz. Epizodning keyingi qismlarida ko'rishguncha.